Yangi o'quv yilini ham boshlab oldik. Lekin siz hali ham ingliz tilini o'rganishni boshlamadingizmi? Qulay lokatsiya, malakali va tajribali va shuningdek do'stona muhitga ega bo'lgan o'quv markazini qidiryapsizmi? Unda Headstart o'quv markazining yangi filialiga marhamat. Bizning yangi filialimiz Gorod 1-maktab Pushkin ro'parasida joylashgan bo'lib, avtobus bekatiga juda yaqin. Undan tashqari, o'zingizga kerakli narsalar uchun do'konlar, binoning pastki qismida ovqatlanish uchun kafe va undan tashqari dam olish uchun green zone ham mavjud. Lokatsiyani ham bilib oldik. Qani endi Headstart o'quv markazining ichki qismiga obzor qilsak. Hozirda ozgincha qurilish ishlari ketmoqda. Shuning uchun ham men sizga hozir Headstartning bir necha kundan keyingi holati haqida aytib beraman. Siz hozir 3-qavatda turibsiz. Hayron bo'lishingiz mumkin, nega ikkita eshik? Biz xuddi shu yerda ham o'quvchilarning qulayliklarini, ularda harakatda hech qanday noqulaylik bo'lmasligi uchun aynan ikkita eshik qildik. Birisi kirish eshigi bo'lsa, ikkinchisi chiqish eshigi. Biz bekorga bunday qulayliklarga ega bo'lgan lokatsiyani tanlamadik. Siz va sizning farzandingizni ingliz tili o'rganishda hech qanday to'siqqa uchramasligi, bir xillikdan zerikib qolmasligi va asosiysi tilni shunchaki o'rganish uchun emas, balki kelajakni mustahkam qura olishi uchun ilhomlantiradigan muhitda tahsil olishni xohladik. Aynan mana shu yerda sizni do'stona va xushmuomala administratorlar kutib oladi. Mana bu yerda esa katta stol va devori esa loft stilida bo'ladi. Keling bu tarafga qaraydigan bo'lsak. Ko'rib turibsiz, oynalar keng, yorug' va yorug'likni o'zida yaxshi aks ettiradi. Bu esa xonani yana kattaroq ko'rsatadi. Mana bu yerda baland stol va stullar bo'ladi. Siz bemalol kelib, aynan mana shu yerda speaking practice'larni yoki darslaringizni qilishingiz mumkin. Tasavvur qiling, ko'chada yomg'ir yoki qor yog'moqda. Siz bu yerda issiq sharoitda va bir chashka issiq kofe bilan darsingizni qilyapsiz. Atrofni tomosha qilyapsiz. Voy, bu juda ham chiroyli manzara bo'ladi. Sizga qanaqadir inspire qilishi ham mumkin albatta. Men shuni ham aytib o'tishim kerakki, bizda chopli poylar. Bu degani siz qishda ham o'zingizni yozda yurgandek his qilishingiz mumkin. Birinchi xonadagi katta oynalar orqali yorug'lik xonaga yaxshi kiradi. Va mana shu yerda stollar tartib bilan joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda esa doska yoki proyektor orqali siz darslaringizni ancha oson o'rganishingiz mumkin. Xona esa ranglar bilan bezatiladi. Bu esa xonaga o'zgacha shukuh baxsh etadi. Bu bizning ikkinchi xona bo'lib, general kurslarga mo'ljallangan. Ko'rib turibsiz, ikki tomondan devorlar bilan o'ralgan, lekin biz aynan mana bu yerini oyna bilan o'ramoqchimiz. Sababi oddiy, coworkingdagi o'quvchilar ichkaridagi qiziqarli darslarni ko'rib, yanada ilhomlanishi uchun. Keling ichkariga bir boqsak. Ichkarida loft stilda devorlar bo'ladi. Parta stol-stullar chiroyli taxlangan bo'ladi. O'qituvchi esa proyektor, doska yoki elektron doska orqali dars o'tadi. Bu bizning 3-xona, IELTS kurslariga mo'ljallangan xona. Xona xuddi shunday shaffof, deraza va eshiklar bilan o'ralgan bo'ladi. Xona nisbatan katta, ko'rib turibsiz. Bu esa o'quvchilarga ancha qulaylik beradi. O'qituvchi esa xohlasa doskada, xohlasa elektronniy doskada, xohlasa proyektorda dars o'tishi mumkin. Stollar chiroyli bezatilgan holatda darsga tayyor bo'ladi. Bu bizning 4-xona va bu xona IELTS va general kurslariga mo'ljallangan bo'ladi. Xona ko'rib turibsiz, katta, qulay va yorug'. Siz bu xonada bemalol dars olishingiz va ilmingizni yanada kuchaytirishingiz mumkin. Mana bu devorlarda esa motivatsion har xil rangdagi so'zlar, rasmlar bo'ladi. Bu esa sizni yanada miriqib, ilmga jo'shib, dars qilishingizga yordam beradi. Bu esa bizning rus tili, ya'ni 5-xona. Xonaga kiraverishda siz rus tili vibe'ini shundoqqina his qilasiz. U shundoqqina ufurib turadi. Bu devorlarda rus tilidagi so'zlar va kodlar yozilgan bo'ladi. Rasmlar esa rus tili culture'ini vibe'ini beradi. Xonalarda, aynan mana shu xonada stollar chiroyli taxlangan bo'ladi va o'qituvchi doska orqali yoki televizor orqali darsni sifatli o'tadi. Bu bizning oxirgi, ya'ni ingliz tili kurslariga mo'ljallangan xona bo'lib, ko'rib turibsiz, u yorug' va keng. Mana bu oynalar esa tashqaridagi hayotni qanday jo'shqin tarzda kelayotganini sizga ko'rsatib beradi. Va bu sizga qandaydir ma'noda motivatsiya ham bo'lib beradi. Mana bu devorlar esa loft stilda bezatilgan va turli xil ranglar orqali sizga motivatsiya taqdim etadi. Mana bu yerda esa stol-stullar chiroyli taxlangan holatda darslarni sifatli o'tirishiga yordam beradi. Keling endi eng qiziqarli xonalar haqida gaplashsak. Topingchi nima ekan? Albatta, hojatxonalar. Bu qizlar uchun, bu esa o'g'il bolalar uchun.
Mana bu yerda esa devor topiladi. Devor chiroyli bezaklar bilan bezalgan bo'ladi, tagida gullar turadi. Qizlar xonadan chiqqanida mana bu yerda katta oyna bo'ladi va turli xil bezaklar bilan bezatilgan bo'ladi. Bilamiz, qizlar aynan mana shu yerda fotosessiya qilishni juda yaxshi ko'radi. Aynan ular uchun shu qulayliklarni biz beramiz. Keling, men sizga bir ichkarini ko'rsatay. Qanaqa chiroyliligini bir ko'ring. Oh my god! Wow! Hammasi toza va ozoda. Ko'rib turibsiz, bu bizning coworking zona. U aynan mana shu yerda boshlanib, mana bu yerda esa davom etib va mana bu yerda tugaydi. Ko'rib turibsiz, bu juda ham keng, qulay va shinam. Albatta, bu xuddi shunday holatda qolmaydi. Biz bu yerni qulay jihozlar bilan, stol-stullar bilan va divan bilan, albatta, aksessuarlar bilan bezatamiz. Mana shu yerni siz uchun zona qilamiz. Dars qilishingiz uchun, speaking practicelarni qilishingiz uchun barcha sharoitlarni yaratib beramiz. Keling, endi mana shu yerda biz o'qituvchilarimiz haqida sizga ozgincha gapirib o'tsam. O'qituvchilarimizdan biri Webster universitetida bakalavr darajasini tamomlagan va hozirda esa PhD ni yoqlamoqda. Rus tili o'qituvchimiz xalqaro rus tili sertifikatiga ega. Yana bir narsa haqida aytib o'tsam, aynan mana shu yerda coworking zonada siz uchun support teacherlar tizimi yo'lga qo'yiladi. Siz bemalol support teacherlardan yordam so'rashingiz mumkin. Ular siz uchun har doim shu yerda.